Bismillahirrohmanirrohim. Ismlar haqida savollar bo'libdi. Ammor ismi, Osiya ismi, Rohila ismi, Gulnora ismlari. Yana Mus'ab ismini ham zikr qilibdilar. Bularni bir boshidan ma'nolariga qarasak, Ammor ismini aytibdilarki, go'yoki egasini halokatga buyuruvchi nafs ma'nosida ekan. Shuning uchun Ammor ismini qo'yish yaxshimi degandek qilibdilar. Unaqa emas. Kim bunday degan bo'lsa, bu xato. Ammor ismi qachon egasini yomonlikka buyuruvchi nafs deyiladi. An-nafsul ammara bis-su degan uzun mana shu 3 ta kalima bilan aytilganda. Ya'ni an-nafsul ammara bis-su yomonlikka buyuruvchi nafs degani. O'sha qaydlar qo'shilgandagina bu aytilgan ma'no chiqadi. Lekin shunchaki Ammor degan ismdan bu ma'nolar kelib chiqmaydi. Ammor bo'lsin, Ammora bo'lsin. Ammor yaxshilikka buyuruvchi degan ma'nosi bo'lishligi ham mumkin. Ammorda ya'ni Ammar bo'lganda u alif bilan. Lekin sahobalardagi masalan Ammor degan ism yoki mana hozirgi kunda qizlarga ham qo'yiladigan Ammaro degan ism bu o'zbek tilidagi a bilan bo'lmaydi. Arab tilidagi ayn bilan bo'ladi. Ammaro ya'ni. To'g'ri, o'zbeklar ehtimol qo'ysa qo'yayotgandir. Alif bilan bo'lgan ismni ham, ya'ni Ammora ismini. Unda ma'nosi buyuruvchi bo'ladi. Uni yaxshilikka buyuruvchi deb tushunsak ham bo'ladi. Lekin sahobalardagi Ammor radhiyallohu anhu ismlari erkaklarda ismi bo'lganda u Ammar bo'lgan. Ya'ni ayn bilan boshlangan. U mutlaqo bunaqangi buyuruvchi degan ma'nosi emas. Yashovchi, umr kechiruvchi degan ma'noda, ya'ni uzoq yashovchi shunaqangi ma'noni bildiradi. Bunda ham hech qanday yomonlik ismi yo'q. Ikkala holatda ham. Ammaro bo'lsa ham, Ammaro bo'lsa ham bu ism joiz. Erkaklarga ham, ayollarga ham Ammor, Ammora qilib ism qo'yilishlik joiz. Ikkinchisi Osiyo ismi debdilar. Osiyo ismi ham Asiya bo'ladi. Osiyo bo'lmaydi. Asiya. Asiya u Firavun xotinining ismi. Alloh subhanahu va taolo oyatda zikr qilgan. Va daraballohu masalan lillazina amanu imra'ata. Va daraballohu masalan, Alloh taolo Qur'onda misol keltirdi. Va daraballohu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin va imra'ata Lut. Kofirlarga Nuh alayhissalom bilan Lut alayhissalom misolini keltirib, keyin musulmonlarga Alloh taolo Firavunning xotinini misol qilib keltirdi. Mana Firavunning xotinining ismi Asiya edi. Bu ham alif bilan. Asiya. Osiyo emas. Osiya bo'lganda ana u mumkin emas. U Asiya degani isyon qiluvchi degani, gunohkor degani. Shuning uchun buni o bilan emas, a bilan aytish kerak. O'zimizda oddiy a bilan Asiya bo'ladi. Rohila ismi ham joiz, bunda ham hech qanday yomonligi yo'q. Rohila degani musafiro degani. Safar qiluvchi, uzoqlashuvchi degani. Buni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Yomonliklardan uzoqlashuvchi, yomonlikdan hijrat qiluvchi degan ma'nolarda tushunsa, bu ham yaxshi ism. Rohila ismi ham joiz. Ammo Gulnora ismi bu ism arabiy ism emas. Yani bu gul degani chunki o'zbek tilida bo'lgan narsa. Nora degani uni arab tilidagi norga qiyoslamoqchi bo'lishsa, olovga, bu noto'g'ri. Chunki ya'ni bir yog'i o'zbekcha, bir yog'i arabcha ism bo'lmaydi. Bu ismni yo o'zbekcha ismlar safiga qo'shish kerak, yo arabcha ismlar safiga qo'shish kerak. Agar modomiki o'zbekcha ism bo'ladigan bo'lsa, bunda hech qanday bir yomonlik ko'rilmayapti. Gul degani. Keyin buni norani nura ma'nosi desak ham bo'ladi. Nura degani nur degani. Ya'ni nurli gul degani bo'ladi. Shunday desak, bu ismda ham hech qanday yomonligi yo'q. Xo'p, keyin Mus'ab ismini ham aytibdilar. Mus'ab ibn Umayr bo'lgan sahobalarda masalan. Mus'ab ismi qiyinchilik, so'ab degan ma'nodan olingan. Qiyinlashtiradigan, qiyinlashgan degan ma'noni beradi. Shuning uchun Mus'ab ismi qo'ysa bo'ladimi debdilar. Bu gap noto'g'ri. Mus'ab degani qiyinchilik, qiyinlashtirilgan degani emas. To'g'ri, arab tilida so'ab qiyinchilik degani. Lekin
Mus'abni boshqa ma'nolari ham bor. Masalan, baquvvat erkak tuyaga ham Mus'ab deyiladi. As'ab al-fahl deydi. Ya'ni erkak tuyani baquvvat qilib pishitdi degani. Baquvvat erkak tuyaga Mus'ab deyiladi. Uni ziddiga o'lamsa tuya bo'lsa, kasalmand tuya bo'lsa, muzallal yoki zalil deyiladi. Ya'ni unaqangi ziddi, ya'ni o'sha o'lamsa kasalmand tuyani ziddini, ya'ni baquvvat kuchli, sog'lom tuyaga Mus'ab deyiladi. Endi bu ismni erkaklarga qo'yishgan mana shunday baquvvat yigit bo'lsin degan ma'noda. Shuning uchun payg'ambarimiz sahobalarni Mus'ab ismlarini o'zgartirmaganlar. Bu unaqangi savob, qiyinchilik degan ma'nodan olinmagan. Alloh alam.